Akalar, buni farazini ko'ryapsizlar, jingichkan mo'shin, qaro mo'shin, vapshim bir tarafini aytaymi? Bu to'rtburchak mo'shin, unaqa to'rtburchak mo'shin to'g'maydilar. Ichiga tizlorchalari ham bor, jumong ham ko'rsalaring bo'ladi. Vapshim jinni. Kim olayotgan bo'lsa, polni terib qilaringlar. Lekin quruq olib ketadilar, bunaqa mo'shin ololmaydilar. Juma aka qaro mo'shinni sotyaptimi? Xo'ja aka. Mo'shiningizda Juma aka sotaveradi. Mayli-da, sotsin-da, ishimiz sotish-ku. U kishi sotgan pulga smichka ham bermaydi. Unchalik bo'lsa kerak, yuring qani. Yuring. Akalar, mo'shinning kattaligini ko'ryapsizlarmi? Uzligini ag'idan adoqgacha bo'lguncha tangatib ketadi. Juma aka, siz nima qilyapsiz bu yerga? Voy gunohkor, turchoq bu ko'zimga ko'rib bir tep uchirib beraman ekan. Juma, bu mo'shinni o'zi necha pulga sotyapsan? Men senga sot dedim, narxini aytmadim-ku. O'q pulga sotyapman, bir pach o'q pul olib ketib sotaman sizga. O'q pulda ko'k pul qilishda iloji yo'qmi? Yo'q aka, bo'lmaydi. Nima qilamiz? Bu mana o'q pulga sotasan. Turchoq bu bir tep uchirib beraman ekan. Kimga boshlang'ich to'lovsiz avtomashina kerak bo'ladigan bo'lsa, NBN profiliga obuna bo'lib qo'yasiz. Kimga komik yo'nalishida chiroyli videolar kerak bo'lsa, bemalol Jumanazar profiliga obuna bo'lib qo'yish esdan chiqmasin. Salomat bo'lasizlar.